Bugun sizlar bilan Atlantik atmosferniy kotelning ichini obzor qilib ko'ramiz. Asosiysi kotelning yuragi hisoblangan sirkulyatsion nasosga keladigan bo'lsak, 16 dan 18 kilovatgacha bo'lganlarida 15 ga 50 A Xitoy Atlantik nasosi turadi. Bundan keyingisi trubkalari mis hisoblanadi bunda. Teplobmenniklari ham mis bo'ladi. Apoklariga keladigan bo'lsak, Xitoy Nerjaviki hisoblanadi bunda. Ventilyatsiya tizimi bo'ladigan bo'lsa, Xitoy mis obmotkali ventilyatsiyon tizimiga ega bo'ladi bu. Gaz klapanlariga keladigan bo'lsak, bunda ham Xitoy Erko brendidan doimiy zapchastlar topiladi bizda. Bu kotelning eng afzalli tomoni 0,2 dan 0,3 millibargacha bo'lgan. Bu degani eng past gazda ham ishlab beradi bu kotellarimiz. Yana bitta ustuvorli tomoni 0,5 dan 1,5 bargacha bo'lgan davleniyada ham kotel o'zini ishini to'xtatmaydi. Atlantik do'q kontrolli kotellarini qo'shimcha jihozlarga keladigan bo'lsak, stabilizatori 500 wattdan 1000 wattgacha, gaz filtri, gaz reduktori, relay напряженияsi, gaz shlangasi va dimoxodlari ichida qo'shimcha bo'lib chiqadi. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot, do'q kontrolli kotellar xudo ko'rsatmasin buzilib qoladigan bo'lsa, zapchast qayerdan topaman deb o'ylanib yurishingiz shart emas. Bizning do'konimizga kelsanglar, hamma zapchastlar va servis xizmatlari ham o'zimizda. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Agar mabodo do'q kontrolli kotel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar.